Atigi 5 yil avval 2020-yilda Farg'ona vodiysida ilk ko'chatlar ekilgan edi. Bugun esa ular 1100 gektar maydonni egallagan bog'larga aylandi. Zavodning ishlab chiqarish liniyalari esa to'xtovsiz haftaning 7 kuni sutkasiga 24 soat faoliyat yuritmoqda. Kompaniyaning hamda Siberian Wellness O'zbekistondagi direktori Hojimatov Bahrom Vahidovichning mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishga qo'shgan hissasi yaqinda yuksak davlat mukofoti, faol tadbirkor ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Bu e'tirof NAM Agrotech jamoasining yuzlab doimiy mutaxassislarini birlashtirgan va soni tobora ortib borayotgan professional mahorati va mehnatsevarligining tasdig'idir. Jamoa hudud uchun yangi ish o'rinlari va imkoniyatlar yaratgan holda faol rivojlanishni izchil davom ettirish niyatida. Erishilgan yutuqlar bu bilan cheklanib qolmaydi. Kompaniya O'zbekistonning birinchi xonimi qo'lidan inklyuziv ish beruvchi sertifikatini qabul qilib oldi. Bu esa NAM Agrotech uchun nafaqat biznes va texnologiyalar, balki inson omili ham muhim ekanining yana bir bor tasdiqidir. Shuningdek, 2025-yilda kompaniya Brand Awards International mukofotining laureati bo'lib, O'zbekiston agrosanoat tarmog'iga qo'shgan ulkan hissasi va 2024-yilda xalqaro bozorga muvaffaqiyatli chiqqanligi uchun maxsus mukofot bilan taqdirlandi. NAM Agrotech muvaffaqiyatining asosi avvalo barcha jarayonlarda yuqori sifatdir. Buni xalqaro sertifikatlar ham tasdiqlaydi. FSC 22000, Halal, ISO 14001, Global Gap, shuningdek, O'zbekiston davlat standarti sertifikati. Kompaniya ishlab chiqarishi bu to'liq siklli ishlab chiqarishdir. Ko'chatdan tortib tayyor mahsulotgacha bo'lgan barcha jarayonlar NAM Agrotechda amalga oshiriladi va rivojlanish izchil davom etmoqda. Kompaniya rejalariga ko'ra, Vitamama mahsulotlari barcha siruplar va marmeladlar o'z ishlab chiqarishidagi olma konsentrati asosida tayyorlanadi. Klaster rivojidagi muhim qadam sifatida qattiq jelatin kapsulalar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Natijada NAM Agrotech ishlab chiqarish liniyalarida tayyorlanayotgan mahsulotlar qatoridan Siberian Wellnessning eng ommabop 10 BFQ ham o'rin oldi. Yaqin orada pektin ishlab chiqarish liniyasi ishga tushiriladi. Bu esa chiqindisiz ishlab chiqarish sari muhim qadam bo'lib, NAM Agrotechga eng yuqori sifatidagi mahsulotlarni yanada ko'proq hajmda ishlab chiqarish imkonini beradi. Kompaniya oldiga katta va aniq maqsadlar qo'yilgan. Bog'lar maydonini 2000 gektargacha kengaytirish ko'zda tutilgan. Meva pyuresi va dorivor o'simliklar ekstraktlari ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Shuningdek, kompaniya xalqaro bozorlarga chiqishni maqsad qilgan. Rejalashtirilgan ishlarni amalga oshirish jarayoni jadal sur'atlarda davom etmoqda. Xususan, yaqinda juda yuqori sifatli moychechak ekstrakti olindi. Shuningdek, hamkorlar bilan birgalikda yangi bog'ning dastlabki 50 gektari barpo etildi. NAM Agrotech: sifat, innovatsiyalar va mas'uliyat.